Qadrli do'stlar, mana tekstilda Burch aptekasidan kirib kelganda bog'chani oldida 3 qavatli binomiz sotuvga chiqyapti. Shu turishida birinchi qavatda mana magazin qilib qo'yilgan ekan. Birinchi qavatning oxirigacha magazin. Mana shu o'rtadan to'sib qo'yishgan. Hozir orqa tarafidan ham ko'rsatib beraman. Orqa tarafi tashqaridan chiroyli qilib daraxtlar ekib chiroyli qilib qo'yishgan. Orqa tarafda ham mana joyi bor. Mashdan tevaga chiqib ketiladi. 3 qavatli. Mana ikkinchi, uchinchi qavatlarga mashdan chiqiladi. Chiqamiz. Hop, ikkinchi qavatiga chiqqanimizda mana kirish, prixoshka. Kirganimizda 10 qo'lda oshxonasi. Qo'lda oshxona. Bitta sanuzel. Mana kirganimizda bitta bolalar yotoqxonasi. Hozir bag'da odam bor ekan, hozir bag'da yana qaytib olib o'tamiz. To'g'rida mana zal. Hop. Общий 243 kvadrat. Bunun tevasi ham bor. Hozir bunun tevasini ham ko'rib chiqamiz. Mana zaldan chiqdik. Bag'da qolgan bitta xonamiz. Yana bitta. Общий 243 kvadrat. Hozir ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Mana 3-qavatga chiqdik. 3-qavat bo'linmagan. 3-qavat 2 xona. Mana sanuzel. Bag'da yana bitta xona. Hop, ikkinchi, uchinchi qavatlarimiz 248 kvadratdan, birinchi qavatimiz 243 kvadrat. Atrofida mana bog'cha bor, klinika bor, stankaga mana joy bor, domlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Egalari tomonidan 175 ming baho aytishyapti. Ajabcha kelishtiradigan xonasi bor ekan, kelishtirib berishadi.